Yomg'ir shunchalik ko'p yoqqandan mana devorni yiqitib tashlabdi. Endi bu holat tabiiy ofat deyiladiki, sug'urta shu holatga nima qilar ekan, sug'urta yordam beradimi mana shu holatga hozir? Mana shu videoni jo'natib bizdan so'rashibdi. Sug'urta pul to'laydimi? Haqiqatan ham qiziq savol. Sizda qaysi sug'urta bor? Biling, bitta to'laydigan, bitta to'lamaydigan sug'urta bor. Bu holatda sizda qo'lingizda majburiy sug'urta bo'lsa, sug'urtadan pul ola olmaysiz. Ixtiyoriy sug'urta bo'lsa yoki kredit sug'urtasi bo'lsa, sug'urtadan pul olishingiz mumkin. Endi qaysi sug'urta borligini qanday bilaman desangiz, gayla to'xtatib so'raganda ko'rsatadigan sug'urtangiz bo'lsa, bu majburiy sug'urta, bu to'lamaydi. Agar siz mashinani kreditga olgan bo'lsangiz, o'sha vaqtda kredit olayotgan paytingizda majburiy sal qimmatroq sug'urta deb qo'yishadi buni. O'sha qimmatroq summadagi sug'urta qilingan bo'lsa, to'laydi, yo bo'lmasa o'zingiz borib sug'urta kompaniyaga mana meni mashinamni narxidan bir 2% olinglarda nimadir bo'lsa to'lov qilib berasizlar degan sug'urta tuzgan bo'lsangiz, o'shanday holatda pul olishingiz mumkin. Bundan ham foydali ma'lumotlarni kanalimizdan topasiz. Videoni yaqinlarga jo'natib, like bosib, obuna bo'lishni eslatib chiqmasin.